oyingga oramizdagi munosabat haqida gapirib qo'ymadingmi? Yo'q, indamadim. Yaxshi. Ishlarimni hal qilib olay. O'zim seni bir joyga aylantirib kelaman. Xo'p. Ola qol. Pullarga tegmagan. Rostlanam insofli, halol qizga o'xshaydi. Ko'zi ham to'q shekilli. Yaxshi. Bo'la qolsingchi tez. Shoshyapman. Hozir mana, bo'p qoldim. Rahmat senga. O'zi dazmollangan kiyim kiymasdim. Arzimagan ish-ku. Rahmat shart emas. Shu arzimagan ish meni qo'limda kelmasdi. Otabek aka, Ha, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Maylimi? mayli, so'ra. Nimaga yolg'iz bir o'zingiz yashaysiz? Oilangiz, yaqinlaringiz yo'qmi? Ota-onam uzoqda yashaydi. Bu yer buvimni uyi. Qamoqdan chiqib, ularni oldiga borishga botin olmadim. Nimaga qamoqda o'tirgansiz? Janjal payti bir odamni o'ldirib qo'yganman. Qo'rqma. Nega ko'zlaring katta-katta bo'lib ketdi? Siz haqingizda hech narsa bilmas ekanman. Ana endi sekin-asta bilib olasan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'pti.